Xitoyning Sharq Turkistondagi qo'rchoq muavin raisi Erkin Tuniyaz millionlagan Uyg'ur qamalgan yig'ilish lagerlarini oqladi. Erkin Tuniyaz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi bosh shtabida ochilgan va 12-iyulgacha davomlashadigan 41-navbatlik kishilik huquq kengashi yig'inida so'z qilib, qonunlarga asosan kasbiy tarbiyalash markazlari ochib, asabiylik siyosatining ta'siriga uchrayotganlarni tarbiyalash va yenik jinoyatda bo'lganlarni qo'g'dashni maqsad qilyapmiz. Bu ularning terrorlik va asabiyliklarning qurboni bo'lishining oldini oladi dedi. Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash Erkin Tuniyazning so'zlariga keskin raddiya berdi va xalqaro jamiyatni Xitoyning hiyla mekrlariga qarata o'shyer bo'lishga ogohlantirdi. U mundaq dedi: Xitoy tayinlagan atalmish muavin rais Uyg'urlarning sababsiz holda tarbiyalanish nomidagi turmalarga qamilishiga, organlarining o'g'irlanishiga nima deydi? Qizlar tajovuzga uchrayotsa, farzandlarimiz yetim qilyotsa, qaysi yuz bilan tarbiyalanishdan so'z ochadi? Xitoy dastlabda inkor qilgan, keyin oshkorlashga majbur bo'lgan lagerlarning turmadan hech bir farqi yo'q. Sharq Turkistonda hurmatga sazovor san'atchilarning naq tutqun qilinishi davomlashmoqda. Erkin Osiyo radiosi o'zi ijod qilgan naqshlar bilan plastinka chiqargan va 2015-yildagi talon sahnasidagi ifodasi bilan dong chiqargan Zoir Shah Abdumetning tutqun qilinganligi va Otish shahri atrofidagi 5-nomerli lagerga qamalganligi dalillandi. Zoir Shah Abdumet 1985-yili tug'ilgan bo'lib, uning tuqqanlarining 2016-yili Turkiyani sayohat qilganligi sababli tutqun qilinganligi ma'lum. Yaponiya Xitoyning qattiq qarshi qaramay, Uyg'ur rahbari Robiya Qodir xonimga viza berib, uning kelar hafta Yaponiyada o'tkaziladigan 20 davlat boshliqlarining yig'ini jarayonida siyosiy faoliyatlarga qatnashishga yo'l qo'ygan. Yaponiya Kyoto agentligining 21-yanvar xabar qilishicha, Robiya xonimning Yaponiyadagi qo'llovchilari uning viza berilganligini bildirgan. 20 davlat boshliqlarining yig'ini 28-29 kunlari Yaponiyaning Osaka shahrida o'tkaziladi. Yig'inga Amerika prezidenti Donald Trump, Xitoy raisi Xi Jinping, Turkiya prezidenti Erdo'g'onni o'z ichiga olgan dunyodagi iqtisodiy eng kuchli 20 davlatning rahbarlari ishtirok qiladi. Egilinishcha, Xitoy taraf o'tgan yili 12-oyda Tokiodan Xi Jinping Yaponiyani ziyorat qilganda Robiya Qodirning Yaponiyaga kirishni muvofiq bartaraf qilishni talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, bu talabni Xitoy davlat bexatarlik ministrligi bevosita Yaponiya bosh ministri Shinzo Abening ishxonasiga yetkazgan ekan. Xitoy 28 va 29-iyun kunlari Yaponiyada o'tkaziladigan 20 davlat boshliqlari yig'inida Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Hong Kongda jinoyatchilarning qaytarib berilishiga doir qonun loyihasi sababli kelib chiqqan datalashlarning Osakada o'tkaziladigan yig'inda o'tirg'i qo'yilishiga yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Rossiya Savdo ministri Montero qo'rg'iligidan havo qo'yib beriladigan yangi avlod Rossiya mudofaa sistemasi S-500 ning zo'r miqdorda ishlab chiqarilishiga tayyor bo'layotganligini aytdi. Savdo ministri Obervesiya agentligining ziyoratini qabul qilganda, bu sistemani tadqiq qilib yasash oxirgi bosqichga kelib qoldi. Sistemaning zapchastlarining sinoqlari tamomlandi, maslashtirish xizmatlari olib berilyapti dedi. S-500 ning havo mudofaa sistemasining alohidaliklari maxfiy tutilmoqda. Lekin bu sistemaning hozirgi S-400 sistemasiga qaraganda xeyli ilg'or ekanligi mo'ljallanmoqda.